nima bu ishga bo'lsam ham hayda beradi bu ishga qaysi bir nima bo'ldi assam bilib ketibdi meni jarangma bu ustaxonaga bo'lsam ham hayda beradi bu ustaxonaga nima bu mas devolar o'zim tanam kattanamga aytdim nima ko'rsatsa jolimga deydi devolar o'zim tanayman nima balama deymi bu qaysi menga qattiq cho'bak deydi Hey, bega kelsin. Nima qilyapsan menga? Bega kel. Nima bu bo'yningga jipayla olgansan? Jo'nimga deydi. Qayerga sho'ga tushsam, shakal haydab beryapti. Ishdanmi? Ha. Nimaga haydaydi? Jo'nimga deydi. Bilmayman nima uni haydab beradi. A menga sho'git tush, menga mana sho'git yo'q. Sho'gitlikka olasizmi? Olaman. Ertaga haydab bermaysizmi? Nimaga haydayman? Sovmasan yo garangmi? Sov. Ha, sov bo'lsa kel berga. Menga sho'git kerak o'zi. Sov. Tuvalkaga. Tualet bor-ku, mana shu yonga o'tasan qaydi. Birinchi eshikka qavasa kirasan, ikkinchi eshikka o'g'ilsa kirasan. Tushundingmi? Sovdarda yasaysan. Menmi? Men odam ichiga odam yasayman. Darvoza yasayman-da. Ko'rmayapsanmi mana darvozani? Berga kel. Abdusamad, mana darvozalarni ko'ryapsanmi? Men darvoza usto qaydi. Mana bu nomerlar bor-ku, eslab qo'y. O'zbekistonni ag'iga bo'lasanmi, bag'iga bo'lasanmi farqi yo'q. Bitta telefon qilasan, uyingga etib, qurib berish hammasi bepul. Darvozani sovuni qilsang bo'ldi. Tushundingmi? Gapni ko'paytirib, g'uju-g'uju qilma, qayma. Tamom. Shogit berga kel. Menga qara. Ha, pul olasan haydi. Magazinga borasan, ikkita lampochka bering deysan, qayma. Bitta lampochka olib kel, tez bo'l. So'bol qara olib keldi. Nima bu? Lampochka. Bang.